Assalomu alaykum. Ushbu video DVAT, ya'ni elektr zaryadlash stansiyalarini boshqaruv tizimiga bag'ishlangan. Ushbu stansiyalarning boshqaruv tizimi boshqa boshqaruv tizimlaridan farqi nimadaki, siz xuddi gaz yoki qanaqadir benzin kolonkalarini boshqargandek zaryadlash stansiyalarini boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni operatorga dostуп berib qo'yasiz. Operator to'g'ridan-to'g'ri boshqarish huquqiga ega bo'ladi. Endi buni afzalliklari nimada? Siz har bir stansiyani boshqarganga qanaqadir to'lov to'laysiz yoki onlayn boshqaruv tizimlari bo'ladigan bo'lsa, xuddi mana misol uchun Spectre yoki boshqa brendlarni tizimiga ulaysiz va o'sha brendlarni tizimida ishlagani uchun qanaqadir komissiya to'laysiz. Bizni tizimimizda bo'ladigan bo'lsa, siz bir martalik to'lov amalga oshirasiz, butun bir yilga unda qancha оборот qilsangiz, ya'ni qancha pul aylantirsangiz, qancha zaryadlash stansiyasi olib borsangiz, uni biz kontrol qilmaymiz, lekin sizga statistika beramiz. Siz bemalol nazorat qilishingiz mumkin bo'ladi. Bizda ushbu elektr stansiyalarini boshqaruv tizimida agar biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, bizga xabar jo'natasiz. Misol uchun ismingiz misol uchun Dilshod va nomeringiz misol uchun qanaqadir 940 0049 misol uchun va xabaringiz misol uchun bog'lanmoqchiman deydigan bog'lanmoqchiman deb yozadigan bo'lsangiz, avtomatik xabar yuborsangiz bizga kelib tushadi. Xohlasangiz Telegramda yozishingiz mumkin bo'ladi. Muammo yo'q. Xo'p, odatda 1-3 kunida barcha savollaringizga javob beramiz. Bizni xususiyatlarimiz nimada? Real vaqt ichida monitoring qila olasiz, ya'ni zaryadlanayotgan avtomobil vositasini ham qancha zaryad olib turganini ko'rsangiz bo'ladi. Undan tashqari masofadan zaryadlarni boshqarish xususiyati bor. Undan tashqari siz qanaqadir kilovatlar narxini o'rnatsangiz bo'ladi. Masalan, soat 9 gacha kilovat narxi, misol uchun 10 ming so'm, 9 dan keyin u ertalab soat 9 gacha, misol uchun 5 ming so'm qilib qo'yib boshqarsangiz bo'ladi. Har bitta seansni kuzatib tursangiz bo'ladi. Ya'ni hozir oynaga ham o'tamiz. Avtomatik seanslarni kuzata olasiz. To'lovlar boshqaruv, balans boshqaruv, ya'ni qancha u stansiya kun davomida pul aylantirdi, qancha stansiyaga tushum bo'ldi, necha marta zaryadga yoqildi, zaryaddan o'chirildi degan ma'noda barcha statistikani ko'rasiz va xohlagan, masalan, operatoringiz ketib qoladigan bo'lsa, o'rniga yangi operator kelsa, bemalol u operatorning yangisini qo'shib, bemalol uni boshqarsangiz bo'ladi va uni har bittasi bo'yicha statistikalarni har bittasi bo'yicha ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Hozircha narximiz 3 tadan ko'p stansiyalar uchun optimal narxda $200 yiliga, ya'ni bitta stansiya uchun bor yo'q $200 to'laysiz va butun bir yil davomida siz o'zingizni stansiyangiz bemalol boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Endi birma-bitta bizda hozir ikkita rol bor. Ikkita rol deganda ikkita rol bor. Ikkita rol, birinchisi operator, ikkinchisi boshqaruvchi. Hozir boshqaruvchi rolidan kiramiz. Hop. Boshqaruvchi roliga kiradigan bo'lsak, boshqaruvchida umumiy aylantirilgan summalar, nechta tranzaksiya bo'lsa, tranzaksiya, ya'ni bu dashbord kutib oladi bizni. Ushbu dashbordda siz asosiy kerak bo'ladigan barcha ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Ya'ni umumiy summa, jami tranzaksiyalar, jami qancha energiya kilovat ishlatgan, nechta stansiyalar faol, nechtasi misol uchun stansiyalarning aktivligi va charjerlarning aktivligi, ya'ni nechta faol stansiyada nechta ishlayapti, ya'ni charjer ishlayapti. Endi uni necha foizi tugallangan, necha foizi zaryad olyapti, necha foizi kutishda yoki ulanmadi, muammo bo'lgan stansiyalarning statuslarini ko'rib tursangiz bo'ladi va har bitta konnektorlarning ham statuslarini ko'rib tursangiz bo'ladi. Undan tashqari bu yerda faqat bir joyga, Sergeli degan joyga biz stansiyalarning hammasini bitta joyga ulaganmiz. Agar sizda 10 ta, 15 ta, 20 ta joy bo'ladigan bo'lsa, misol uchun bitta stansiyangizni bitta joyga qo'yingiz, ikkinchi stansiyangizni ikkinchi joyga qo'yingiz, uchinchi stansiyangizni uchinchi joyga qo'yingiz, o'shalarning har bittasini tafovutini aniq qilsangiz bo'ladi, ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Undan tashqari har bitta charjerning, ya'ni nechta stansiya bo'lsa, o'sha stansiyalarni topayotgan daromadini ko'rib tursangiz bo'ladi va 10 ta, 15 ta, 20 ta bo'lsa ham xuddi shunaqa ustun ko'rinishda chiqib turadi. Undan tashqari boshqaruvchilar bor bu yerda, ya'ni foydalanuvchilar qanaqa, nechta foydalanuvchi bo'lsa, o'sha foydalanuvchiga kirib, agar mabodo operator bo'ladigan bo'lsa, operator, agar boshqaruvchi bo'ladigan bo'lsa, boshqaruvchi huquqi bo'ladi. Undan tashqari stansiyalar bor, ya'ni nechta stansiyalar ulangan bo'lsa, masalan uchun hozir biz 5 ta stansiya ulab qo'yganmiz. 5 ta stansiyani qachon qo'shilgani va manzilini biz kiritmaganmiz burasida. Faol yoki faol emasligini uni o'chirib yoqishimiz mumkin bo'ladi va har bittasini charjerlarini ham o'chirib yoqish imkoniyatiga egamiz. Charjerlarni qo'shib olib, undan tashqari har bittasiga A, B, B, A qilib konnektorlarni sozlab olsak bo'ladi. Har bittasini kilovatini qo'yib qo'ysak bo'ladi va bu yerda tranzaksiyalarni, ya'ni qancha tushum bo'ldi, bu yerda bemalol filtratsiyalarga qo'yib qancha tushum bo'lganini bemalol ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana filtratsiyalarimiz ham bor. U boshqa joydan. Bu siz uchun
qachondan qachongacha qaysi foydalanuvchi kirib qancha siz anani stansiyalarni o'chirib yoqqan, o'shalargacha bemalol ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari boshqa sozlamalar va narxni xohlasangiz, masalan 18 dan ertalab soat 6 gacha 10 ming so'm qilib qo'yganmiz, 6 dan 6 gacha, ya'ni kechqurungi ertalab 6 dan kechqurungi 6 gacha 5 ming so'm qilib qo'yganmiz. Endi bu foydalanuvchilarni, boshqaruvchilarni paneli. Ana endi operatorlar paneliga o'tamiz. Qo'y. Xo'p. Hop, operatorlar paneli. Mana menda hozir 6 ta charger bor, ya'ni 6 ta stansiya bor. Bitta joyda menga 6 ta stansiyani biriktirib qo'yishgan. 6 ta stansiyada biz 1, 2, 3, 4 va birinchi 1, Chilonzor 1 degan chargerlar biriktirib qo'yganmiz. Endi o'sha chargerlarni o'zini bo'ladigan bo'lsa, masalan 12 ta konnektor bor, 6 ta stansiya bor, bunday olganda. Har biriga A, B, B, A. Bir xilida, misol uchun men o'zimga qulay bo'lish uchun konnektor A, konnektor B qilib qo'yganman. Qolganlari unday qilinmagan. Endi buni boshqarish ham juda oson, ya'ni boshlash, ya'ni qaysi konnektorga ulamoqchi bo'lsangiz, masalan birinchi stansiyaga ikkinchi A, B konnektorga ulab yubordi ishni, misol uchun. B konnektor shunday bosasiz, agar sizda misol uchun limit qo'ymoqchi bo'lsangiz, 10 ming so'mga yoqib yubor deydigan bo'lsa, 10 ming so'mni kiritasiz. Agar yo'q, 10 ming so'mga yoqma, misol uchun 200 mingga yoq deydigan bo'lsa, 200 mingga yoqasiz. Agar yo'q, polni deb boradi-ku, xuddi shunaqa polni yoqib yuboradigan bo'lsa, boshlash degan tugmachani bosasiz, bo'ldi, avtomatik boshlanadi. Mana ketdi stansiyalar, mana. Agar to'xtash bo'lsa, avtomatik to'xtaydi. Agar to'xtamasa, misol uchun ya'ni zaryad olib 100% to'xtasa, o'sha avtomatik yopiladi. Mana charging statsiyaga o'tdi. Agar zaryad banka to'lsa, u avtomatik to'xtaydi. Agar siz 10 ming so'mga yoqib qo'ysangiz, 10 ming so'mda to'xtaydi. Undan tashqari mana ko'rib tursangiz bo'ladi, necha foiz zaryad bo'layotganini xohlagan payt mana bunday qilib to'xtatib olsangiz bo'ladi. Hozir mana 145 so'mlik bo'ldi. Bemalol mana 0.3 kilovat bo'ldi. O'sha 0.3 kilovatni hammasini narxini hisoblayapti. Xohlagan payt shuni to'xtatish knopkasini bosadigan bo'lsangiz, avtomatik to'xtaydi va to'xtagani mana bo'ldi, to'xtadik. Mana tugallandi, 0.4 kilovat 195 so'm bo'ldi. Bo'ldi. Endi agar yangisini bosadigan bo'lsak, tozalash tugmachasini bosamiz va yana u ulanib zaryadga qo'yguncha available bo'ladi. Ya'ni available bo'lib tayyor turadi. Buni statuslarni tarjima qilib qo'yamiz. Tayyor turadi, uni yana ulaysiz. Endi tarixi qayerga tushadi? Har bir stansiya bo'yicha tarix mana bu yerga tushadi. Mana oxirgisi mana 004 195 so'm 90% zaryad berdi, 41 sekund davom etdi. Endi qachondan qachongacha zaryad olgani berib turadi. Xohlasangiz, masalan, bu yerda qaysi stansiya bo'yicha ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'sha stansiyani tanlaysiz. Qaysi konnektor bo'yicha ko'rmoqchi bo'lsangiz, konnektorlarni saralaysiz. Qaysi statusda tugaganlarni ko'rib, majburiy to'xtatish bo'lganmi yoki majburlab to'xtatish degan tugmachani bosganmi yo'qmi, o'shalar bo'yicha saralasangiz bo'ladi. Vaqt kesim qachon boshlanib, qachongacha sizga anov kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni filtr kerak bo'lsa, o'sha filtrdan bemalol kuzatib olsangiz bo'ladi. Xohlagan bo'lsa, misol uchun 200 tagacha tranzaksiyani ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'sha tranzaksiyalarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Umumiy ma'noda o'sha boshqaruv tizimini ko'rib chiqdik. Agar sizlarda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, 99lik 940 0049 nomerlariga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Rahmat.